Turk xoqqonligi. 6-asr o'rtalarida Oltoy va Janubiy Sibirda yashagan turkiy qabilalarni birlashtirgan yangi davlat vujudga keldi. Bu davlat tarixga Turk xoqqonligi nomi bilan kirgan. Yetsu va Sharqiy Turkistonga tutashgan yurtlarda yashovchi turkiy qabilalar bo'ysundirilib, Oltoy xoqqonlikning markazi qilib belgilanadi. Uning asoschisi Bumin edi. Unga Yabg'u xoqqon degan unvon beriladi. Oltoy xoqqonlikning markazi qilib belgilanadi. Turklarning g'arbga tomon yurishlariga Istamiy boshchilik qiladi. 555-yildayoq turklar Sirdaryo va Orol dengizi bo'ylarigacha cho'zilgan keng o'lkalarni egallaydilar. Xoqqonlik chegarasi Eftallar davlati hududlariga tutashib ketgan. Natijada Eftallar davlatining shimoliy hududlari xavf ostida qoldi. Bunday qulay vaziyatdan foydalangan Sosoniylar To'xariston va Chog'oniyonni Eftallardan tortib oladilar. Turk xoqqonligining Eftallar bilan to'qnashishi muqarrar edi. Bunday murakkab siyosiy vaziyat xoqqonlikni Eron, so'ngra Vizantiya bilan yaqinlashtiradi. Uzoq vaqt Eftallar tazyiqida yashagan Sosoniylar bu davlatning tamomila barbod bo'lishidan manfaatdor edi. 561-563-yillarda turklar Eron bilan Eftaliylarga qarshi ittifoq tuzadilar. Xusrav bir Anushervon tashabbusi bilan yuzaga kelgan o'zaro harbiy ittifoq Eron shohining Istamiga kuyov bo'lishi orqali yanada mustahkamlanadi. Eron askarlarining Balxga hujumi ko'magida turklar 563-yilda Eftallar davlati yerlariga bostirib kiradilar. Barak vodiysi va uning markazi Chot shahri ishg'ol qilinadi. Sirdaryodan o'tib, Zarafshon vodiysiga kirib boradilar. Ular Samarqand, Kesh va Naqshabni egallab, Buxoroga yaqinlashadilar. 8 kun davom etgan shiddatli jangda Eftallar qo'shini yengiladi. Shunday qilib, janubdan Eron Sosoniylardan, shimoldan esa Turk xoqqonligidan 563-567-yillarda zarbaga uchragan Eftallar davlati tamomila barbod bo'ladi. Natijada mag'lub davlatning merosi o'zaro bo'linib, Amudaryoning janubiy qirg'oqlarigacha bo'lgan viloyatlar Eron, uning o'ng sohillari bo'ylab Kaspiy dengizigacha cho'zilgan yerlar Turk xoqqonligi tasarrufiga o'tadi. Eftallar davlati qulagach, vaziyat tubdan o'zgaradi. Endilikda o'z chegarasini shimoliy sharqqa tomon kengaytirib olgan Eron, Amudaryodan to Suriyaga qadar Ipak yo'li ustidan o'z nazoratini o'rnatadi. Uzoq sharqdan Eron hududlarigacha karvon yo'li nazoratini o'z homiyligi ostiga olgan turklar esa Eron orqali Vizantiya bilan bevosita savdo qiladigan bo'ldi. Turk xoqqonligi qanchalik katta bo'lmasin, chinakam markazlashgan davlat emas edi. Uning asosiy qismi turkiy tilda so'zlashuvchi qabilalar ittifoqlardan iborat bo'lgan. Bu ittifoqni xoqqon boshqargan. Mamlakat ko'chmanchi chorvador va o'troq dehqon aholiga bo'lingan. Ko'chmanchi chorvador aholi Budun yoki Qora Budun nomlari bilan yuritilgan. Elning hokimi esa Yabg'u yoki Jabg'u nomlari bilan atalgan. Yabg'u darajasiga faqat xoqqon urug'iga qon qarindosh bo'lganlargina ko'tarilardi. Turk xoqqonligida davlat faqat urf-odatlar bilan emas, balki yozma qonunchilik hujjatlari bilan ham boshqarilgan. Shu davrda Samarqandda Turk qonunnomasi amalda bo'lib, u ibodatxonada saqlangan. Jazo berish vaqtida qonunnomadan foydalanilgan. Qadimgi Sug'dda ham oldi-sotdi, nikohni qayd etishga oid shartnomalar guvohlar o'rtasida yozma shaklda tuzilib, muhr bilan tasdiqlangan. Katta qabilalar yoki qabilalar ittifoqi markaziy hokimiyatga bo'ysunmaslikka intilganlar. Turk xoqqonligi tasarrufida bo'lgan hududlardagi hokimlar mustaqil bo'lishni istar edilar. Bu omillar xoqqonlikning mustahkam markazlashgan davlatga aylanishiga imkon bermagan. Bo'ysundirilgan hududlarni mahalliy hokimlar orqali boshqaruv tartibi xoqqonlikni tobora zaiflashtirib borgan. Buning ustiga Vizantiya, Xitoy va Eron bilan doimiy raqobat xoqqonlik ahvolini yanada og'irlashtirgan. Oqibatda Turk xoqqonligi 6-asrning 80-yillari oxirlarida ikkiga Mo'g'uliston hududidagi Sharqiy xoqqonlikka va Sharqiy Turkistonning bir qismini o'z ichiga olgan G'arbiy xoqqonlikka bo'linib ketadi. Turk xoqqonligi ulkan madaniy, siyosiy va ma'naviy meros qoldirdi. Bu ham davlatlarning yaratilishiga, ham turkiy tillar deb nomlangan yangi til muhitining shakllanishiga yordam berdi. Hozirda 250 milliondan ortiq odam ushbu tillarda so'zlashmoqda. Ular orasida o'zbek, qozoq, qoraqalpoq, qirg'iz, uyg'ur, turkman, turk, tatar, boshqor, qalmiq, Ozarbayjon va boshqa tillar mavjud.